Her bir qıtım kichik tarat qilib bo'lgandan keyin Abdumjid aka hozir shu erlardagi ma'zi bez kasalliklari bak jiqqan. Shu qanday qilsak ma'zi bez kasal bo'lib qolmaymiz, shu to'g'riliq bir so'zlab bersangiz. bu to'fkan bu ma'zbezi o'zi nihoyatda bak qatma-qat qo'rg'onlar ichiga o'ralgan bir a'zo ukan bu. Shu nashbni ta'tib qilib qolganda tutgan bir a'zo. Bu a'zoga doğru ta'sir qilmoqqa bak tez. Chunki bu cho'ng bir qo'rg'onga o'xshaydi bu. Endi bu ma'zbezining ichidan ma'zbezi suyuqligi, suyduk ham ma'ni suyuqligi birga eqib chiqadigan bir yo'l tugun bu. Endi her xil saatlar tüpeyledin. Yani her daim kichik tarat qilgan chig'imizda, kichik tarat qilgan chig'imizda shu suyduqninki ma'z bezida qap qilishi, ma'z bezdagi yallig'lanish keltirib chiqarib qo'ydi. Ikkinchi birisi jinsiyat jihatdan ko'p g'idiqlanish. Bu g'idiqlangandan keyin ma'z bez suyuqligi ajralib chiqib, lekin bu badan sirtiga chiqib o'tilmay, shu ma'z bezining ustida turib qolganligi sababidan asosan yallig'lanish paydo qilib qo'ydi. Endi bu yallig'langandan keyin tumuning o'zidan ichida, shu kanalchaning ichida eqiyotgan shu suyduk yoki bo'lmasa shu ma'z bezi suyuqligi yoki bo'lmasa shu ma'ni suyuqligi shu yerdan eqiyotgan chig'ida har xil sabablardan yallig'langandan keyin tumuning o'zida shakl jihatda o'zgarish paydo bo'ldi. Unda olsa bu ma'z bezini bilgan davoladik. 15 kun shunday yaxshi davolash qildik. 15-20 kun o'tgandan keyin nima shu qayta qo'zg'alib qoldi degan chog'da shu ma'z bezining ichidagi shakli o'zgargan shu kanalchalarning o'zida yallig'ni obdan qaytardik. Do'rini berdik, yo ukol soldik, yo parhezni yaxshi tutdik, lekin shu ma'z bezininki kanalchaninki o'zidagi agir bugurlik yoki bo'lmasa shakli jihatdan o'zgarish paydo bo'lgan bo'lsa, yana biz kuniga 4-5 qatim sitmiz ku. Suyduk yo'limiz doim shu suyduk ashyadan mangan chig'idi, ya'ni shu shakli o'zgargan kanalchalarda turib qilib, asta-asta yana yallig'lanish paydo qilib, 15-20 kun yana qayta qo'zg'aladi. Ikkinchi birisi ma'z beziga bak oson qon to'lab qolgan ahvolda yallig'lanish paydo bo'ldi. Qanday qon to'ladi? Mana hozirgida men o'xshash o'ltirsak, bir o'ltirgancha 7 soat, 8 soat o'ltirib olsakmi, ma'z bezi besilib, nihoyat oson qon to'lab, bu yerda yallig'lanish paydo qilib qo'ydi. Ikkinchi birisi ochiq narsalarni ko'p iste'mol qilish. Şuna konunun degan to'g'ri qizlarni buzgan, laza o'g'ilni buzgan gaza deb. Shu gaza, laza degandagi narsalarni alayda ko'p iste'mol qilmas. Buning o'zima shu ma'z beziga oid asallam qon to'lishni paydo qilib, yallig'lanish kuchaytirib o'tadi. Uningdan bilan ko'p g'idiqlanish, jinsiyat jihatdan ko'p g'idiqlanish, shahvati bak eshib ketib, yo'lda mang'ash oy ajab kasapatga ya degan chig'idilar ma'z bezida bez suyuqlik ajralish qarab mang'atu. Ma'z bez suyuqligi badan sirtiga chiqib o'tilmagandikilar ma'z bezining uzra uzoq muddat turib qilib, yallig'lanish paydo qilib, har xil ya jinsiyatga kelib bo'lguncha suyuqlik mang'ib ketadigan, siganchalik etishib ketgan, ishga ochimoq ketgan, suydik besimi tuallab ketadigan, sip bo'lgandan keyin suyda qolib qolgan ahvolni keltirib qo'ydi. Endi mishada anglayotgan jami 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan buvaylarga aytgan taklifim, har bir qatim kichik tarat qilib bo'lgandan keyin toshbo'rakning ostidan ikki qo'lingizni tutib turib, toshbo'rakning ostidan ikki qo'lingizni tutib turib, besproq ustiga qaratib siyrisangiz, ma'z bezida ham suydik yo'lda qolib qolgan qoldiq suydik pokiz chiqadi. Her daim shunday qilib bergan chig'imizda bu suydik pokiz chiqarsa, bizning ma'z bezi yallig'i bo'lib qolish ehtimolligimiz zo'r darajada tuvallaydi. Uning bilan kavruga nihoyat bak yaxshi manfaat bo'ladi. Ikkinchidan, o'zimizga shunday buzuq xayollarni kallamizga agiliversakmi, bu ma'z bezida oson g'idiqlanish paydo bo'lib, bu yerda suyuqlik ajralib chiqib, suyuqlikma yana yallig'lanish paydo qilib qo'ydi. Tip dorilarimizdan qurs kakinach, qurs banadoq, arq kakinach, arq shoxlar deganga o'xshash mushu dorilarimizma nihoyat yaxshi manfaat qilish. Faqat 15 kun atrofida dori iste'mol qilib bo'lgandan keyin to'xtatasiz, undan keyin ko'p o'ltirib olmaysiz. Har doim kichik tarat qilib bo'lgandan keyin men bayam degan sirib chiqib o'tishni davomlashtirsangiz, bir mezgil yellik, laza ochiqsi narsalarga bir mezgil yaqin kelmasangiz, siz tamamen ma'z bezi yallig'i degan bu kasaldan tamamen qutulib keta olasiz. Men har kuni noche tibobat o'limini so'zlab o'tibman. Kanalni yoqqan bo'lsa, g'anjo qilib anglang. Yurak bir qanglar. Fikir tətbiqin olsa, yazıb qanlar. Hət köşələr məsələn.